3dmax dasturida zinalarni qanaqa qilib modellashtirishimiz mumkinligi haqida darsimizda ko'rib o'tamiz. Biz proyeksion oynalarni perspektiva holatida turibmiz. Demak, front ko'rinishga o'tamiz. Front ko'rinishda biz ixtiyoriy hozir bitta to'rtburchak shakl shapes bo'limidan chizib oldik. Modify paneliga o'tamizda unga qiymatlarni kiritamiz. Balandlik bo'yicha 15 30 15 ga 30 zinamizni yaxshi bilamiz, hammamiz standart mana shunday o'lchamga ega bo'ladi arxitekturada. Demak, buni biz nima qilamiz? Convert to editable spline shaklga, demak, parametrik obyektimizni poligonal holatga o'girib oldik. Demak, biz vertexga kiramizda hamma vertexlarimizni belgilab corner holatiga o'tib olamiz. Undan so'ng circle'dan foydalanamiz. Circle'da biz demak radiusi 18 1.8 ekan. 1.8 aylana hosil qilib oldik. Endi buni mana shu yerga joylab olamiz. Snapslar yordamida. Demak, convert to editable spline, attach bu shakllarimizni bir-biriga qo'shib oldik. Hop, spline holatiga o'tamiz. Spline holatida biz trimdan foydalanib, ya'ni qirqmoqdan foydalanib turib, keraksiz hududlarni qirqib tashlaymiz. Va vertex holatiga o'tib, hamma vertexlarimizni birlashtirib olamiz. Bu pastki qismlarimizni demak x o'qiga nisbatan -2 qaytarib oldik. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, zinamizda shunaqangi plastik holat bo'lib qoldi. Biz buni corner qilishga urinib ko'ramiz. Natijada mana bu yerdagi shaklni buzib qo'ydik. Shuning uchun biz karamuska shoxchalarini o'zidan foydalanamiz. Va segmentga o'tib, bu ikkalasini balet qilib olamiz. Mana shu shaklni o'zini privyaskalarimiz yoqqan holatda, yoqilgan holatda bo'lishi kerak. Pastki joydan belgilab, kopiyasini olishimiz kerak bo'ladi. Shift. Biz versiyamiz 3dmax 2024 bo'lganligi uchun Ctrl Shift tugmasi bilan birgalikda bosiladi. Bular hammasini belgilab, bundan ham demak bitta nusxa kopiya olamiz. Xo'p, endi mana shaklni yondan secheniya, ya'ni shu qirqim holatida hosil qilib oldik. Endi yuqoridagi chizig'imizdan yana bitta kopiya olib pastga olib kelib bunga bog'laymiz. Vertex holatiga o'tib, buni olib kelib ro'parasiga qo'yib olamiz. Va bitta o'ng tomonda bosib create line, mana bu ikkala vertexlar orasida demak chiziq hosil qilib oldik. Bu chiziqlarimizni belgilaymizda, kechirasiz, vertexlarimizni corner hamda weld dan foydalanib birlashtirib olamiz. Har qanday shaklda e'tibor berilayotgan bo'lsa, nuqtalar aylanasi bo'ylab oxiri kelib bitta nuqtamiz, ya'ni first birinchi holatga o'tgan bo'lishi kerak. Bu birinchi holatimiz, demak rangi sariq holatda biroz farqli qolgan vertexlarimizdan biroz farqli ko'rinishga ega bo'ladi. Xo'p, mana bu shaklni hosil qilib oldik, yondan ko'rinishini. Mana shu shaklni xohlasak biz bunga extrude berishimiz mumkin. Mana bu bitta bizda variant. Xo'p, endi xohlasak extrudeni olamizda, lace yordamida mana hozir demak maksimal, minimal holatlarni o'zgartirishimiz mumkin. Mana tashqariga nisbatan faqat segmentlarning soni o'sha 16 ta bo'lganligi uchun shunaqangi holatda ko'rinyapti.
Segmentlarimiz sonini xohlasak kamaytiramiz. Mana 4 burchak holatga keladi yoki 3 burchak holat. 3 o'lchamli modellashtirishda eng kam nuqtalar soni albatta 3 ta bo'ladi. Undan ortiq, undan kam bo'lmaydi hech qachon. Va bunga masalan 4 ta qilib qo'shishimiz mumkin. 4 tada quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. 5 ta, 6, 7 va hokazo. O'sha necha burchakli bizga shakl kerak bo'lsa, uni hosil qilishimiz mumkin yoki buni maksimal darajada 64 qilib, mana shu aylana bo'ylab aylantirishimiz mumkin. Mana bitta o'stirib oldik, bitta bu holatda yasab oldik. Xo'p, endi mana bu holatimizni davom etamiz. Bu holatimizda biz mana poligonal holatda, ya'ni spline poligonal holatini ustida ekstrud modifikatoridan foydalanib uni o'stirib oldik shaklimiz bo'ylab. Endi biz yana vertexlarimizga qaytamizda, bu ikki verteximizni biz x o'qiga nisbatan minus bir qanaqadir masofaga yana uzoqlashtirishimiz mumkin va buni ekstrud bilan yana ko'ramiz. Bizda quyidagicha ko'rinish hosil bo'ldi. Biz buni demak koordinat o'qimiz markaziga qo'yib oldik va yana navbatdagi modifikator simmetriyadan foydalanishimiz kerak. Simmetriya bizda simmetrik shu shaklimizni holatini ko'rsatadi. S tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda S bilan boshlanadigan modifikatorlar ro'yxatini beradi. Bular tarkibida demak bizda simmetriyadan foydalanamiz. Simmetriya shunaqangi o'zini chizig'iga ega. Buni ko'rib foydalanuvchi tajriblanmasligi kerak, sababi o'sha hali o'rniga tushgani yo'q. Har bitta modifikator tarkibida demak o'ziga xos o'zgarishni amalga oshirishimiz uchun mana bu chiziq bilan ishlash qismi bor. Demak, mirror deyapti. Buni x o'qiga nisbatan minusga qarab olib boradigan bo'lsak, zinalarimizni aksini beryapti. E'tibor beryapmiz, aks holatini beryapti. Xo'p, mana shunaqangi aytaylik, zinamizni hosil qilib oldik. Teng yarmidan bo'lib u tomonga aks ko'rinishini bizni modelimizni beryapti. Endi bizga bu holat kerak emas. Buni G образный, ya'ni G simon, kirilcha G simon holatga, shakliga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Buni x o'qiga nisbatan olib boramiz toki o'sha o'zini oxiriga mana bu joyga 2 gacha davom ettirishimiz mumkin. Mana bular undan keyin uziladi. Bizga uzilishi kerak emas, mana shu holatda bo'lishi kerak. Va mana shu yuzamizni selektor rotate yordamida biz yana o'zgartirishimiz mumkin boshqa bir graduslarga. Xo'p, aytaylik, buni aniq qiymat kiritamiz. 90. Kechirasizlar. Albatta biz world holatidan foydalanishimiz kerak bo'lardi. 90. Yo'q, 45 kechirasiz. Mana 45 ta quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Xo'p, mana shu modifikatorimizni biz ishlov berib olganimizdan keyin yana kopiyasini olib, buni ustiga yana xuddi shu modifikatorni kiygizib, endi biz buni fillet tugmasini yo'q. Mana zinamizni keyingi bir ko'rinishini hosil qilib olyapmiz. Buni yana qaytarishimiz mumkin. 45 gradus albatta bo'lishi kerak bo'ladi. Minus 45 ekan bu yerda. Mana. Simmetriya modifikatorimiz juda ham ko'p imkoniyatlarni bizga yengillatib beradi. Buni yana yon ko'rinishni alohida modellashtirishga hojat qolmaydi. Bizda keyingi modifikatorga hojati yo'q. Hozircha mana shu modifikatordan qolamiz. Buni biz convert vegetable pool'iga o'girganimizdan so'ng bu o'zini xususiyatini yo'qotadi. Biz buni boshqa amalga oshira olmaymiz. Faqat vertexlar bo'ylab, vertexlar pool'iga o'girib olganimizdan keyin vertexlar bo'ylab masalan o'zgarish kiritishimiz mumkin bo'ladi, xolos.
Mana shunday tartibda zinalar modellashtiriladi. E'tiborlaring uchun rahmat.